Bugun men juda ko'p odamlar duch kelayotgan bir savolni aniq qilib tushuntirib beraman. Nima uchun yosh ustamasi hammaga ham kelmaydi? Kimdir men ham yoshga yetdim, nega menga qo'shilmadi deydi. Kimdir qo'shnisiga ustama tushganini ko'rib, o'zida ham avtomatik tushishi kerak deb o'ylaydi. Kimdir esa pensiya fondi pulimni ushlab qolyaptimi deb xavotirga tushadi. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u deyarli har bir oilaga tegishli. Ota-onamiz, buvijon, bobojonlarimiz o'zimizning kelajakdagi pensiyamiz nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi masalalarida bunday ustamalar ko'p chalkashlik tug'diradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun yosh ustamasi nima ekanini, u qachon berilishini, qachon berilmasligini, qaysi holatlarda odamlar adashishini va eng muhimi, o'zingiz nima qilishingiz kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Agar kanalga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam ortiqcha asabiylashmaydi. Hujjatlarni to'g'ri topshiradi va o'z haqini vaqtida talab qila oladi. Avvalo, bir narsani tushunib olaylik. Yosh ustamasi deganda ko'pchilik odatda pensiya yoki ijtimoiy to'lovga yosh sababli qo'shiladigan qo'shimcha pulni nazarda tutadi. Ya'ni odam ma'lum bir yoshga yetganda qonunchilikda belgilangan shartlarga mos kelsa, uning asosiy pensiyasi yoki nafaqasiga qo'shimcha ustama qo'shilishi mumkin. Lekin bu juda muhim. Yoshning o'zi hamma vaqt yetarli asos bo'lavermaydi. Faqat men falon yoshga kirdim degani bilan ustama avtomatik hammaga bir xil, hech qanday tekshiruvsiz beriladi degani emas. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Odam pensiya bo'limiga borardi, ariza yozardi, pasportini, mehnat daftarchasini, ma'lumotnomalarini olib borardi. Ba'zan mutaxassislar odamning tug'ilgan sanasini, pensiya turini, huquqini qo'lda tekshirib, ustamani qo'shishardi. Bunday paytda ayrimlar vaqtida murojaat qilmagani uchun ustama kechikardi. Ayrimlar esa noto'g'ri tushuncha bilan mening navbatim kelmadi deb yurardi. Hozir esa ko'p narsa raqamlashtirilgan. Ma'lumotlar bazasi, elektron tizimlar, ID karta yoki pasport ma'lumotlari pensiya tayinlangan tur. Nogironlik ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi yoki naqd to'lov tartibi tizimda ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni ko'p holatda ustama avtomatik aniqlanishi mumkin. Lekin boshqa tomoni ham bor. Tizimdagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, tug'ilgan sana eski hujjatda boshqacha kiritilgan bo'lsa, pensiya turi mos kelmasa, fuqaro boshqa turdagi to'lov olayotgan bo'lsa, yoki qonunda aynan o'sha holatga ustama nazarda tutilmagan bo'lsa, ustama kelmaydi. Demak, muammo shunda. Odamlar yosh ustamasini bitta umumiy qoida deb o'ylaydi. Aslida esa u bir nechta shartga bog'liq. Yosh bor, lekin to'lov turi mos kelmasligi mumkin. To'lov turi bor, lekin hujjat yangilanmagan bo'lishi mumkin. Hujjat to'g'ri, lekin tizimda ma'lumot aks etmagan bo'lishi mumkin. Yoki odam allaqachon boshqa asosda ustama olayotgan bo'lib, ikki ustama bir vaqtda qo'shilmasligi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'radigan birinchi xato shuki, odamlar qo'shnisining holatini o'z holati bilan solishtiradi. Masalan, bir mahallada 2 nafar saqamon yoshdan oshgan pensioner yashaydi. Birining pensiyasiga qo'shimcha ustama qo'shildi, ikkinchisiniki esa o'zgarmadi. Ikkinchi odam darrov nega menga berilmadi deb o'ylaydi. Lekin tekshirib ko'rilsa, birinchi odam yoshga doir pensiya oladi. Ikkinchi odam esa boshqa turdagi ijtimoiy nafaqa yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidan ulush olayotgan bo'lishi mumkin. Qonunda esa ustama aynan qaysi to'lov turiga qo'shilishi alohida belgilanadi. Shuning uchun bir xil yoshda bo'lish, bir xil mahallada yashash, bir xil kasal bo'lish yoki bir xil sharoitda yashash hali bir xil to'lov degani emas. Ikkinchi muhim masala pensiya turi. Odatda odamlar pensiya deganda hammasini bitta narsa deb tushunadi. Aslida pensiyaning bir nechta turi bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bundan tashqari pensiya emas, balki ijtimoiy nafaqalar ham bor. Masalan, ish staji yetarli bo'lmagani uchun pensiya emas, yoshga doir nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin. Tashqaridan qaraganda ikkisi ham oyma-oy pul keladi. Ikkalasini ham odam pensiya deb ataydi. Lekin huquqiy jihatdan farqi bor. Ustama masalasida ham mana shu farq juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Keling, oddiy misol qilaman. Anvar aka 65 yoshda pensiyaga chiqqan, ish staji to'liq yoshga doir pensiya oladi. Keyin u qonunda belgilangan yuqori yosh chegarasiga yetdi. Ma'lumotlari tizimda to'g'ri, pensiya turi mos, shuning uchun unga yosh ustamasi qo'shilishi mumkin. Endi Bahrom aka ham xuddi shunday yoshda, lekin uning ish staji yetmagan. Unga ijtimoiy nafaqa tayinlangan. Bahrom aka Anvar akaga qo'shildi.
menga ham qo'shilishi kerak deydi. Ammo u olayotgan to'lovning huquqiy maqomi boshqacha bo'lgani uchun natija boshqacha bo'lishi mumkin. Bu adolatsizlikdek ko'rinadi. Lekin masala shaxsiy xohishda emas, qonundagi to'lov turida. 3-holat. Tug'ilgan sana va hujjat muammosi. Masalan, Halima opa eski pasportda tug'ilgan sanasi 1994 yil 12 may deb yuritilgan. Yangi ID kartada esa texnik xato sabab 1905 yil deb kiritilgan. Opa o'zini kerakli yoshga yetdim deb hisoblaydi. Lekin elektron tizim uni hali yetmagan deb ko'rsatishi mumkin. Yoki tug'ilgan oy kun eski arxiv hujjatlarida aniq emas. Faqat yil ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda tizim avtomatik ustama qo'shmaydi, chunki u aniq sanaga tayanadi. Demak, odamning haqiqiy yoshi bilan tizimdagi yosh bir-biriga mos bo'lmasa, ustama kechikadi yoki umuman ko'rinmaydi. 4-holat, odam ustama olish huquqiga ega, lekin murojaat qilmagan yoki ma'lumot yangilanmagan. Hozir ko'p narsa avtomatik bo'layotgan bo'lsa ham, hamma narsa avtomatik degani emas. Ayrim holatlarda pensiya bo'limiga borib, ariza berish, hujjatlarni ko'rsatish, ma'lumotni to'g'rilatish kerak bo'ladi. Ayniqsa odam yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, boshqa tumandan pensiya olayotgan bo'lsa, bank rekvizitlari o'zgargan bo'lsa, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa yoki u haqidagi ma'lumotlar turli tizimlarda bir-biriga ulanmagan bo'lsa, ustama to'xtab qolishi yoki qo'shilmay qolishi mumkin. 5-holat. Hamma ustamalar bir vaqtning o'zida qo'shilmaydi. Mana bu juda nozik nuqta. Ba'zan pensioner bir nechta asos bo'yicha qo'shimcha olishga o'xshab ko'rinadi. Yoshi katta, nogironlik guruhi bor, yolg'iz yashaydi, parvarishga muhtoj. Oila a'zolari hammasini qo'shsa, pensiya ancha oshishi kerak deb hisoblaydi. Lekin qonunchilikda ayrim ustamalar bir-birini istisno qilishi mumkin. Ayrimlari eng yuqori miqdordagisi bilan cheklanishi mumkin. Ayrimlari esa faqat muayyan toifalarga beriladi. Shuning uchun 4 ta asos bor. Demak 4 ta ustama tushadi degan hisob har doim ham to'g'ri chiqmaydi. Raqamlar bilan bir vaziyatni tasavvur qilaylik. Masalan, bir pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya olayapti. U kerakli yoshga yetgach, unga belgilangan miqdorda ustama qo'shilishi kerak deb o'ylaymiz. Agar ustama qo'shilsa, to'lovi shartli ravishda 1 million 340 ming yoki 1 million 400 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin boshqa pensioner 1 million 200 ming so'm emas, balki minimal miqdor asosida ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsa yoki u allaqachon boshqa qo'shimcha bilan 1,2 ming so'm olayotgan bo'lsa, yangi ustama aynan shunday qo'shilmasligi mumkin. Men bu yerda raqamlarni misol uchun aytyapman, chunki aniq miqdorlar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Muhimi, hisoblash tartibi bir xil emasligini tushunish. Kim xavotir olish kerak? Agar siz yoki yaqinlaringiz qonunda belgilangan yoshga yetgan bo'lsa, lekin oxirgi to'lovda hech qanday o'zgarish bo'lmasa, albatta tekshirtirish kerak. Agar pasport yoki ID kartadagi tug'ilgan sana bo'yicha shubha bo'lsa, tekshirtirish kerak. Agar pensiya turi aniq bo'lmasa, ya'ni odam pensiyaman deydi-yu, hujjatda aslida nafaqa deb yozilgan bo'lsa, tekshirtirish kerak. Agar siz boshqa tumanga ko'chirgan bo'lsangiz yoki pensiya ishingiz ko'chirilgan bo'lsa, tekshirtirish kerak. Agar bank kartangizga pul tushishida o'zgarish bo'lgan bo'lsa, ham tekshirtiring. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz hali belgilangan yoshga yetmagan bo'lsangiz, faqat men pensiyadaman deganingiz uchun yosh ustamasi kutmaslik kerak. Agar siz olayotgan to'lov turi ustama qo'shiladigan toifaga kirmasa dedi. Bu holatda ham to'lov o'zgarmasligi mumkin. Agar yaqinda hujjat topshirgan bo'lsangiz, tizimda qayta hisoblash keyingi oy yoki belgilangan muddatda aks etishi mumkin. Lekin xavotir olmaslik degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men har doim odamga o'z to'lovining asosini bilishni maslahat beraman. Eng katta tuzoq avtomatik bo'ladi degan ishonch. Ha, ayrim holatlarda avtomatik bo'ladi. Lekin avtomatik tizim ham mavjud ma'lumotga qarab ishlaydi. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, avtomatik xato ham noto'g'ri natija beradi. Misol uchun, pensionerning familiyasi nikohdan keyin o'zgargan, eski pensiya ishida boshqa familiya, yangi ID kartada boshqa familiya. Tizim buni bir odam sifatida to'liq bog'lamasa, qo'shimcha kechikishi mumkin. Yoki JSHR raqami bilan eski pasport seriyasi moslashmagan bo'lishi mumkin. Bunday narsalar oddiy fuqaro uchun mayda ko'rinadi. Lekin to'lov tizimi uchun juda muhim. Ikkinchi tuzoq, mening yoshim to'ldi, demak o'sha oyning boshidan qo'shiladi degan fikr. Ayrim to'lovlar tug'ilgan kundan keyin, ayrimlari keyingi oydan, ayrimlari ariza bergan sanadan yoki huquq paydo bo'lgan sanadan hisoblanishi mumkin. Bu tartib to'lov turiga bog'liq.
Masalan, odam 10 iyul kuni kerakli yoshga yetdi. U o'ylaydi, iyul pensiyasida ustama bo'lishi kerak. Lekin amalda qayta hisoblash avgust to'lovida aks etishi yoki iyulning tegishli qismi alohida qo'shib berilishi mumkin. Shuning uchun birinchi oyda ko'rinmasa, darrov xulosa qilmasdan rasmiy izoh olish kerak. Uchinchi tuzoq, qo'shnimga shuncha qo'shilibdi. Menga ham aynan shuncha qo'shilishi kerak degan solishtirish. Pensiya miqdori har bir odamda alohida hisoblanadi. Ish staji, ish haqi, pensiya turi, oldingi imtiyozlar, minimal miqdorgacha yetkazib berish, boshqa qo'shimchalar, indeksatsiya. Qarzdorlik yoki ortiqcha to'lovni ushlab qolish kabi omillar bo'lishi mumkin. Ba'zan odamning pensiyasi oshgan, lekin bank kartasiga kamroq tushgan bo'ladi. Chunki oldingi oyda ortiqcha to'langan summa ushlangan bo'lishi mumkin. Yoki aliment, ijro hujjati kredit bo'yicha avtomatik yechimlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat kartaga tushgan summaga qarab xulosa qilmaslik kerak. 4-chi nozik jihat doimiy yashash va ro'yxat masalasi. Pensiya va nafaqalar odatda fuqaroning yashash joyi, pensiya ishi qayerda yuritilishi, bank yoki pochta orqali to'lov tartibiga bog'liq bo'ladi. Agar pensioner uzoq vaqt boshqa viloyatda farzandinikida yashayotgan bo'lsa, asl ro'yxati boshqa tumanda bo'lsa, u haqidagi ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa yolg'iz pensioner, parvarishga muhtoj shaxs yoki ijtimoiy xizmatlar bilan bog'liq qo'shimchalarda ahamiyatli. Men hozir shu yerda yashayapman deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Buni hujjat bilan tasdiqlash talab qilinadi. 5-chi nozik jihat nafaqa bilan pensiyani aralashtirish. Men buni yana takrorlayman, chunki eng ko'p xato shu yerda. Fuqaro men pensiya olaman dedi. Hujjatni ko'rsak, u ijtimoiy nafaqa bo'lib chiqadi. Yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha oila a'zosi sifatida ulush olayotgan bo'ladi. Bunday holatda yosh ustamasi bo'yicha kutilgan natija chiqmasligi mumkin. Agar siz hujjatni o'qib ko'rmagan bo'lsangiz, o'zingiz olayotgan to'lov nomini aniq bilmasangiz, bu birinchi navbatda aniqlanadigan masala. 6-holat. Nogironlik guruhi bilan bog'liq o'zgarishlar. Ayrim odamlar bir vaqtning o'zida nogironlik pensiyasi ham, yoshga oid qo'shimcha ham bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin nogironlik guruhi muddati o'tgan bo'lishi, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lishi, guruh o'zgargan bo'lishi yoki pensiya turi almashtirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, odam avval nogironlik pensiyasi olgan, keyin yoshga doir pensiyaga o'tkazilgan yoki aksincha yoshga doir pensiyada bo'lgan odam keyin nogironlik bo'yicha qo'shimcha masalasi bilan murojaat qilgan. Har bir o'zgarish umumiy hisobga ta'sir qiladi. 7-holat. Vafot etgan pensioner uchun ustama. Ba'zan oila a'zolari otam yoshga yetgan edi, lekin ustama olmadi. Endi bizga beriladimi deb so'raydi. Bu masalada ham umumiy javob berib bo'lmaydi. Agar ustama huquqi paydo bo'lgan, lekin to'lanmay qolgan davr bo'lsa, merosxo'rlar yoki oila a'zolari rasmiy tartibda murojaat qilib, to'lanmay qolgan summani talab qilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin agar huquq paydo bo'lmagan bo'lsa yoki hujjat bilan tasdiqlanmasa, u yoshga yaqin edi degan asos yetmaydi. Har doim aniq sana, aniq hujjat, aniq to'lov turi kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz yosh ustamasi kelmayotganini ko'rsangiz, birinchi qadam vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Eng avvalo oxirgi bir necha oydagi to'lov summalarini yozib chiqing. Masalan, may oyida qancha tushdi, iyunda qancha tushdi, iyulda qancha tushdi. Bank ilovasidan skrinshot qilmang demayman. Lekin asosiy hujjat sifatida bankdan ko'chirma olish yaxshiroq. Agar pochta orqali olsangiz, to'lov qaydnomasidagi summalarni yozib boring. Ikkinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Buning uchun pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilasiz yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumotni tekshirasiz. Sizga yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa tayinlanganmi? Shuni aniq biling. Og'zaki taxmin bilan yurmaslik kerak. Hujjatda nima yozilgan bo'lsa, hisob ham shunga qarab qilinadi. 3-qadam, shaxsiy ma'lumotlarni tekshiring. Pasport yoki ID kartadagi tug'ilgan sana, familiya, ism, otasining ismi, JSHSH raqami, yashash manzili to'g'rimi? Eski hujjatlar bilan farq yo'qmi? Agar tug'ilgan sanada xato bo'lsa, avval fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari, migratsiya va pasport bo'limi yoki tegishli idoralar orqali tuzatish kerak bo'ladi. Pensiya bo'limi hamma hujjatdagi xatoni o'zi tuzatib bera olmaydi. U ko'pincha rasmiy bazadagi ma'lumotga tayanadi. 4-qadam, ariza yozing. Arizada juda oddiy va aniq yozish kerak. Mening pensiya
yoki nafaqa to'lomiga yoshing munosabati bilan ustama qo'shilishi masalasini tekshirib berishingizni. Agar huquqim mavjud bo'lsa, qayta hisob-kitob qilib tegishli summani to'lab berishingizni so'rayman. Arizada pasport ma'lumotlari, telefon raqam, yashash manzili, pensiya oluvchi shaxsning FIH tug'ilgan sanasi ko'rsatiladi. Agar yaqin qarindoshingiz nomidan murojaat qilsangiz, ishonchnoma yoki vakillikni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam quyidagi hujjatlarni tayyorlab boring. Pasport yoki ID karta nusxasi. Pensiya guvohnomasi yoki to'lov tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat. Bank kartasi rekvizitlari yoki to'lov olinadigan ma'lumot. Agar mavjud bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Avvalgi arizalar yoki javob xatlari nusxasi. Agar tug'ilgan sana bo'yicha nizoli holat bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, arxiv ma'lumotnomasi yoki sud qarori kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Mutaxassis sizga tushmaydi desa, muloyimlik bilan iltimos yozma javob bering deng. Yozma javobda sabab ko'rsatilishi kerak. To'lov turmos emasmi? Yosh sharti bajarilmaganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Tizimda xato bormi? Yoki boshqa ustama bilan birgalikda berilmaydimi? Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati aniq bo'ladi. 7-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qiling. Shikoyatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Menga pul bermayapti deb emas, falon sanada falon yoshga to'ldim. Falon turdagi pensiya olaman. Falon sanada ariza berdim. Falon javob oldim. Ushbu javobni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Shunda sizning murojaatingiz jiddiy ko'rib chiqiladi. 8-qadam. Oila a'zolari keksalarning hujjatini bir marta to'liq tekshirib chiqsin. Ko'p buvijon bobojonlarimiz hujjatdagi farqni bilmaydi. Bank ilovasidan foydalanmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Farzandlar yoki nevaralar yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotganda ham ehtiyot bo'ling. Pensionerning kartasini o'zboshimchalik bilan ishlatish, SMS kodlarini boshqalarga berish, notanish yordamchilarga pasport nusxasini topshirish xavfli. Rasmiy idora, rasmiy ariza, rasmiy javob bilan ishlang. Yana bir amaliy maslahat. Har safar pensiya oshdi degan xabar chiqqanda, bu aynan sizning to'lovingiz shuncha oshadi degani emas. Umumiy indeksatsiya, minimal miqdor oshishi, yosh ustamasi, nogironlik ustamasi. Parvarish ustamasi yoki boshqa qo'shimchalar har xil tushunchalar. Televizorda yoki internetda pensiyalar oshdi deyilsa, odamlar darrov kartasiga falon summa qo'shilishini kutadi. Aslida sizning aniq hisobingiz individual bo'ladi. Shuning uchun umumiy yangilikni eshitgach, o'z hisobingizni alohida tekshirtiring. Demak, yosh ustamasi hammaga ham kelmasligining asosiy sabablari shular. Odamning yoshi yetmagan bo'lishi mumkin, to'lov turmos kelmasligi mumkin. Hujjatda yoki tizimda xato bo'lishi mumkin. Ariza yoki tasdiqlovchi hujjat yetishmasligi mumkin. Boshqa ustamalar bilan qo'shib berish tartibi cheklangan bo'lishi mumkin. Yoki qayta hisoblash hali amalga oshmagan bo'lishi mumkin. Men sizga eng muhim maslahatni beraman. Qo'shniga qarab xulosa qilmang. O'z hujjatingizga qarab xulosa qiling. Pensiya yoki nafaqa turini biling. Tug'ilgan sana va shaxsiy ma'lumotlarni tekshiring. Kerak bo'lsa ariza yozing. Yozma javob oling. Shunda siz taxmin bilan emas, qonuniy asos bilan harakat qilasiz. Agar sizda ham yosh ustamasi kelmagan bo'lsa yoki yaqinlaringizda shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yoshda, qaysi to'lov turida, qanday javob berishdi. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi yoki keksa qarindoshlarining pensiyasini tekshirayotgan tanishlaringizga yuboring. Bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan odamning bir necha oylik haqini qaytarib olishiga yordam beradi.